O'zimizga alohida Instagram ochib olamiz shekilli. Mononisi buzilib qoldi, ko'rgan bo'lsanglar. Pon, hali bo'yidan intervyusi ko'p bolalar egallab oldi. Skoriydan ham ko'p vizib tushyapti ekan, e'tibor bersanglar. Akalar sizlarni to'g'ri tushunaman. Ligalar pul bersa tursugiylarda boshinglarga kiyib olib, eshaminda ham o'ynab yuborasizlar. Ichinglarda bitta hech yo'q, birinchi sinfda oxirigacha alifbeda oxirigacha o'qib, bunday o'qishni biladigan sal savodlirog'i bo'lsa, kommentariyalarga qarasanglar, butun millat so'kib yotishibdi orqanglardan. Birovni qilgan ishi uchun uyatish shunaqa isnot narsa ekan, to'g'risi. Butun millat so'kyapti orqalardan. Hali had desa bir pasda qo'lingdan kelsa sen ham bayroq ko'tar deysizlar-ku. Bunaqa qilib bayroq ko'targandan bir alohida o'zinglar bayroq qilib olinglar. Bu Gvatemalani bayrog'ini ko'tarib chiqqaninglar yaxshi edi, to'g'risi. Sal aytib akalar bunday telefon qilib turib, uka, mochini vaqtingiz bormi? Perchatga zapkani urishamiz desanglar ham bo'laversa kerak deb o'ylayman. Biroq so'hmaydi. Yo bo'lmasa ko'rgan joyda video o'qimasdan yuring, Damas'ning orqasiga o'tamiz deb bir-biringlarni yarim invalid holatgacha urib pachaqinglarni chiqarib yuborsalar ham hech kim, bola o'lib qopti demasa kerak deb o'ylayman-da, to'g'risi akalar. Faqat ro'za mahal kiradigan qilib yormanglar. Instagramda onasini emsin.